Nega vazn turib qoladi? Bilasizlarmi? Bu juda ham ko'p ayollar beradigan savol va qiynaydigan savol. Men juda ham kam ovqatliyman, lekin vaznim ketmaydi. Bitta joyda turibman. Men ham uzoq vaqtlargacha vaznga oddiy qaraganman. Ya'ni menda hech ham muammo bo'lmagan vazndan va vaznni o'ylardim, vazn ketishi uchun kam ovqat yeyish kerak, kaloriyani pasaytirish kerak va sport bilan shug'ullanish kerak, ko'proq harakat qilish kerak deb o'ylardim. Lekin bilasizlarmi, o'zimda ham yaqinda bir muammo paydo bo'ldi va organizm menga signal berishni boshladi. Ya'ni o'zimni og'ir, holsiz, tez charchaydigan, ishlari bor his qilishni boshladim. Taroziga chiqsam, vaznim bitta joyda turibdi. Harakatdaman, ya'ni eng qizig'i sportga boraman, raqs bilan shug'ullanaman. 3 farzandim bor-da, turmush o'rtoq, oila, ish, hamma yugurum juda ham ko'p, lekin bitta joyda turibdi. Men bitta narsani tushundimki, vazn har doim ham ko'p ovqat yeyish bilan bog'liq emas ekan. Ya'ni siz yemasligingiz mumkin yoki yeyishingiz mumkin, lekin organizmda agarda qandaydir biologik holat buzilgan bo'lsa, demak, bu yerda siz o'zingizni tanangizga, ya'ni sog'lig'ingizga e'tibor berishingiz kerak. Men shu yerda integrativ davolash yo'lini tanladim. Integrativ yo'lini tanlash nega unday bo'ldi? Chunki bu yerda integrativ yo'nalish shu paytgacha faqat juda ham boy insonlar, ya'ni Yevropada bizdan tashqari butun dunyoda juda boy inson o'ziga po'zvalyat qila olgan. Endi bizda ham bu narsa bemalol bo'lib, hozir integrativ vrachevание, ya'ni shifokorlar ko'payib bu yo'nalishda, ya'ni ginekologiya bo'ladimi, kosmetologiya bo'ladimi, terapiya bo'ladimi yokida o'sha qanday vrach turi bo'lsin, ular hammasi nevrologiya, endokrinologlar shu yo'nalishni o'rganib, ya'ni insonni sog'lig'ida bo'layotgan muammolarga kompleksni qarashni boshlashdi va menga ham shu kompleksni, ya'ni hamma taraflama insonni analizlari, gormon holati, stress holati va undagi bo'layotgan o'zgarishlarni hamma taraflama o'zgargan holda, xuddi mana psixolog oldiga kelganda siz bilan kamida 1 soat, 1,5 soat o'tirib gaplashib, har bir narsani birma-bir so'rab, shunga qarab sizga davolash nimasini, protokolini yozib berishadi. Shuning uchun ham men Amana klinikasini tanladim. Nega? Chunki bu Amana klinikasi faqat ayollar uchun. Ayollar kirsangiz xuddi o'zingizni ikkinchi uyingizga kirgandek his qilasiz. U yerda faqat ayol mutaxassislar kirishingiz bilan ayollar uchun kerak bo'lgan har bir mutaxassis bor, vrachlar bor va men birinchi o'rinda analiz topshirdim, UZI qildim va doktor ko'rigidan o'tdim. Ya'ni endokrinolog, nutritsiolog va bioimpedans degan ularda apparat bor ekan. Shu apparatdan o'tdim. Bu apparat qanaqa apparat? Ya'ni organizmni tarkibini sizga aytib beradi. Men o'zim juda ham hayron qoldim. Prosta shunda leykoplaster yopishtirishdi qo'limga va oyog'imga. Shuni o'zidayoq meni organizmda, ya'ni stress holatim, mendagi suv tarkibi, yog' tarkibi, mushaklarim tarkibi, oqsil tarkibi va nima deydi, mikroelementlar tarkibini bilib berdi. Juda ham hayron qolib va bundan keyin menga hamma analizlarning javobi chiqqandan keyin to'g'ri protokol yozib berishdi va bilasizlarmi, men nimaga bu narsani sizlar bilan bo'lishyapman? Chunki o'zim ham ayolman va bilaman, har ikkinchi ayol ortiqcha vazn, ortiqcha o'zini og'irlik hissi, ya'ni o'sha achyoq ishlar bori bilan yoki tez charchab qolish bilan qiynalishadi. O'zim ham shu qatorda bo'lganim uchun, o'zimni ham shu narsa boshimdan o'tgani uchun, sizlar ham o'zinglarni yaxshi taninglarni his qilishinglar uchun sizlarga qo'limdan kelgancha yordam berishni xohladim va integrativ ayollar salomatligi degan kurs sotib oldim. Endi sizlar bilan faqat ayollar salomatligi haqida, ayolni tanasida bo'layotgan o'zgarishlar, buzilishlar va unga uy sharoitida qanday qilib yordam berish mumkin. Agarda uy sharoitidan уже chiqib ketgan bo'lsak, ya'ni уже kech bo'lgan bo'lsa, qaysi shifokorga murojaat qilish kerak, nima qilish kerak, birinchi nima analizlar topshirish kerak va
bor mif yokida yolg'on gaplar haqida sizlar bilan gaplashamiz. Chunki ayol kishini organizmi bu juda ham nozik tizim. Ayol kishida ko'pchilikda feritin yetishmovchiligi, vitamin D kamligi, chunki ko'pchilik uyda o'tirishi mumkin, quyoshni ko'rmasligi mumkin va bizni iqlimda vitamin D yetishmovchiligi, yod yetishmovchiligi bo'lgani uchun, metabolizm buzilishi bo'lgani uchun ko'p ayollarda ya'ni harakat qilishadi, kam ovqat yeyishadi, ba'zilar aytishadiki, nafas olsam ham, havo olsam ham semiraman, ishaman, nega unaqa? Uxlab turaman, lekin ertalab turganimda charchoq bilan uyg'onaman. Sochim to'kilyapti, terim quruvlashgan yokida ajin tushib ketgan, qornimni ketqiza olmayman, qorin atrofida o'zgarishlar bor yokida oyog'imda ishlar bor, tomirim chiqqan degan gaplar. Menimcha hozir men sizlarga aytayotgan narsalar ichida ko'p o'zingizga tanish gaplarni eshityapsizlar. Shunday muammolarga sizlar bilan birgalikda yechim topamiz. Agarda sizlarga ayollar uchun faqat integrativ shifoxona kerak bo'lsa, sizlarga pastda ma'lumotni to'liqligicha qoldiraman.